Xudo xohlasa mana bu mebelimiz ko'ring. Kecha chiroyli qilib ustanovka qilib ketgandik, o'sha bir kunda mana shunday palet qilib terib qo'yib hamma narsasini. Buni olib ishlatkizib ham kelmayapti. Mana sushulkalarni joylab berganmiz, sushulkaga terib qo'yganini qarang. Sizdan yaqinda kela olish niyatida yurgan bo'lsangiz, niyat qilib bittadan like bosib, kommentariyaga fikringizni belgilab qo'ying. Buni ayollar bo'lsa 15 yil desa mebelga 15 yildan garantiya bera olamiz bemalol. Xo'p, mo'ykalarni joylab berganmiz. Bonusda har doimgidek sushulkalari mana bonusda. Qoshiq nabonlari bonusda. Xo'p, mana buni qarang. Kargolarni joylab berganmiz, ichiga terib qo'yganini qarang. Kargosiga alohida narx qo'shilib qoladi. Xo'p, mebelimizda yo'q narsani o'zi yo'q. Musor paqalarigacha joylab berganmiz chiroyli qilib. Bezruchka fasonda bo'lgan joyda holatiga mos saviyasi berganmiz. Mana bu joyda ozgina santayin ishi bor ekan, bu yerda ham mana mebel holatiga tushirib, umuman xalaqit qilmaydigan qilib chiroyli qilib yopib berib ketganmiz. Hamma joydan xudo xolasa unumli foydalanganmiz. Mexanizmlardan uchun mexanizm, chekalar reziniy pop kromki, bir pagonometri vodiy bo'ylab xalqi bizga 2 ming so'mdan dastlabki ustanovka borib razmerlar olishlaringiz ichida. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, ranglari juda ko'p. Qora, qizil desa, joyiga mos saviyasi bera olamiz.